Muharram oyi ro'zasi. Lug'atda muharram so'zi hurmatlangan, harom qilingan, ulug'langan ma'nolarini anglatadi. Darhaqiqat Muharram oyi hurmatli oydir. Bu oy hijriy sana boshlanadigan oydir. Muharram oyi Alloh taolo urushni harom qilgan 4 oydan biridir. Bundan ortiq hurmat bo'lishi mumkinmi? Bu oy Allohning oyi deb nomlanadi. Bundan ortiq ulug'lash bo'lishi mumkinmi? Muharram oyi Ramazon oyidan keyingi martabada turadi. Bu oyda eng ulug' kunlardan biri Ashura kuni bor. Bu oyning hurmati, haromligi va ulug'ligini hadislarni o'rganish davomida yana ham chuqurroq bilib olamiz. An Abi Hurayra radhiyallohu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، رواه الخمسة إلا البخارية. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam Ramazondan keyingi afzal ro'za Allohning Muharram oyi ro'zasidir. Farz namozdan keyingi eng afzal namoz tungi namozdir dedilar. Beshovlaridan faqat Buxoriy rivoyat qilmagan. Ushbu hadisdan olinadigan foydalar. Birinchi, Ramazon ro'zasidan keyingi eng afzal ro'za Muharram oyi ro'zasi ekani. Ikkinchi, Muharram oyi Shahrulloh, Allohning oyi deb nomlanishi. Uchinchi, farz namozdan keyingi eng afzal namoz kechasidagi namoz ekanligi. To'rtinchi, Muharram oyida ko'proq ro'za tutishga harakat qilmoqimiz lozimligi. Beshinchi, kechasi tahajjud namozlari o'qishga odatlanishimiz kerakligi. Va qala Ali radhiyallohu anhu: جاء رجل فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي شهر تأمرني أن أصوم بعد رمضان؟ قال: إن كنت صائما بعد رمضان فصم المحرم، فإنه شهر الله، فيه يوم تاب فيه على قوم ويتوب فيه على قوم آخرين، رواه الترمذي وحسنه. Ali radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Bir odam kelib payg'ambar sallallohu alayhi va sallamdan Ramazondan keyin qaysi oy ro'zasini tutmoqimni amr qilasiz deb so'radi. Agar Ramazondan keyin ro'za tutuvchi bo'lsang, Muharramni tut. Chunki u Allohning oyidir. Unda Alloh bir qavmning tavbasini qabul qilgandir va boshqa qavmlarning tavbasini qabul qiladir dedilar. Termiziy rivoyat qilgan va hasan degan. Ushbu hadisdan olinadigan foydalar. Birinchi, qaysi vaqtda nafl ibodat qilish afzal ekanini bilib olishga qiziqish, uning payiga tushish fazilat ekani. Ikkinchi, Ramazon ro'zasidan keyingi eng afzal ro'za Muharram oyi ro'zasi ekani. Uchinchi, Muharram oyi Allohning oyi nomiga sazovor bo'lgan oy ekani. Zotan barcha oylar ham Allohniki, lekin Muharramnikina shu nom bilan nomlanishi bu oyning sharafiga sharaf qo'shadi. To'rtinchi, Muharram oyida Alloh taolo o'tgan qavmlardan birining tavbasini qabul qilganligi. Beshinchi, Muharram oyida Alloh taolo boshqa qavmlarni ham tavbasini qabul qilishi. Shuning uchun bu muborak oyda qavmlar tavbaga shoshilsalar yaxshi bo'lar.